Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan uyda domashniy chuchvara tugishni o'rganamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz go'shtimizni chopperda maydalab olamiz. Men chopperda maydalamasdan yanada ovqatimiz shirin bo'lishi uchun qo'limizda chopperda qilib maydalab oldim. Endi qiladigan ishimiz piyozlarimizni mayda qilib, go'sht qanchalik mayda bo'lsa, shunday mayda qilib to'g'rab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Mana obunachilarimiz, farshimizni tayyorlab oldik. Tabga qarab tuz va o'zingiz xohlagan ziravordan solib tayyorlab olasiz. Endi farshimiz damini olib turguncha biz xamirni qilib olamiz. Demak, xamir uchun bitta dona tuxum, ozgina tuz va yarim piyola suv. Endi bundan o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Obunachilarimiz, xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni 10 minutga dam olishga jo'natamiz. Endi obunachilarimiz, xamirimiz dam olguncha mana shu sabzavotlarimizni barchasini yuvib, tozalab, kubikcha shaklida to'g'rab olamizda ovqatimizni suvini tayyorlab olamiz, yaxshilab qovurib. Mana aka, ovqatimizga barcha sabzavotlarimizni chiroyli qilib to'g'rab, yaxshilab qovurib, suyuq sho'rvasini osib oldik. Endi bu sho'rvamiz mana shu holatda yarim soat qaynaydi. Mana xamirimiz damini olib tayyor bo'ldi. Sho'rvamiz tayyor bo'lguncha xamirimizni naps qilib yoyib, turburcha kubikchalarga bo'lib kesib olamiz. Mana obunachilar, xamirimizni yuqaga napsgina qilib yoyib oldik. Endi buni taxlab olamiz. Uqlamiz yordamida shunday ko'rinishda taxlab, bularni uzun-uzun lenta qilib kesib olaman. Mana shu. Endi lenta bo'lgan xamirlarimizni ustimiz mana shu ko'rinishda chiroyli qilib tekislab qo'yib olamiz. Va bulardan to'g'ri-to'g'richa kubikcha shaklida xamirchalar kesib olamiz. Xamirlarimizni bitta-bitta qilib yaratib olamizda. Tayyorlagan nachinkamizdan oz-ozdan xamirchalarimizga solib olamiz. Mana shu ko'rinishda va xamirimizni ikki tomonini bir xil qilib buklab, jajjigina chuchvarachalar tugib olamiz. Mana obunachilarimiz, chuchvaralarimizni chiroyli qilib tugib oldik. Endi bularni qaynab turgan sho'rvamizga solib olamiz. Mana sho'rvamizni ichidagi afzallari pishib, mana aka, kartoshka sabzilarigacha pishib, xohishga qarab, xohlasangiz kartoshka, piyoz solishingiz mumkin, kartoshka bilan sabzi solishingiz mumkin, xohlasangiz solmasdan bajarishingiz ham mumkin. Mana aka, endi bunga yaxshi qaynab turgan holatida chuchvaralarimizni solamizda 10 daqiqa qaynatib dam olishga o'chirib. Mana obunachilarimiz, chuchvaralarimiz o'zi tayyor bo'ldi. Pishib, sho'rvamizni tepasiga ko'tarilib chiqdi. Mana chiroyli dona-dona bo'lib pishib chiqdi. Endi ovqatimizni tagini o'chirib 5 daqiqaga yarim qopqog'ini yopamizda qo'yib qo'yamiz va keyin bemalol iste'mol qilishimiz mumkin.